Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men yana yangi video. Bu videoda mana mening tarkibim. Tarkibimga yana bitta futbolchi qo'shiladi. U futbolchi esa mana Fernandes. Va albatta olaman. Mana o'ziga xos chiqishlar. Murabbiyimiz quvonyapti. O'zining 8-raqamida. Fernandes. Tortluv darajasida kuchi pasta yaxshi. Hamma narsasi yaxshi. Mana mendagi eng past futbolchi 56. Hozir uni sotaman va ko'zingizda Ronaldoni kuchaytirishga harakat qilaman. Mana sotyapman. Xayrlashamiz bu futbolchimiz bilan. Non talab qilamiz. Va endi bosamiz. Bu futbolchini taniysiz va mana 81. Mana endi mendagi eng past futbolchi bu yerda 81. Mana bu bilan bu 81. Endi buni 81 va buni 81 qilsak bo'ldi. Bu yoqda esa kimlarni kuchaytirishimiz kerak? Shamadovni anavi yulduzli futbolchini qo'shishimiz kerak. Full kuchaytirishimiz kerak, ya'ni Jotani ham full kuchaytirishimiz kerak. Albatta odamlardan full kuchaytiramiz, keyin boshqa futbolchilarni kuchaytiramiz. Biroq bu uchuv birdan full kuchaysa to'g'ri. Sizga bir savol. Bu kuchaytirgichlar nega ishlamaydi? Postda mana senda u narsa yo'q deb turibdi. Biroq menda u narsa bor. Bu yerdan kim chertgan? Men olmozlarni mana bu bazamni kuchaytirishga yig'yapman. 225 ni yig'sam bo'ldi. Xayr.